Salom do'stlar, bugun Ideya.uz kanaliga xush kelibsizlar. 10 ta obunachi bo'ldik. Yaqinda sekin rekka chiqamiz. Bitta videomiz Pixable saytidan pul ishlaymiz degan videomizda 108 ta prosmotr bo'libdi. 4 kunda yaxshi judayam. Videoni boshlashimdan oldin menga obuna bo'lib qo'ying va agar Instagramim sizlarga relizlarda nimadir haqimda chiqib qolsa, shunda profilimga o'tsanglar ham bu yerda YouTube va Telegram kanalim bor. Shularga obuna bo'lib qo'yamiz. Bunda videoni boshladik. Do'stlar, agar sizlarga bitta taklif bermoqchiman. Mana shu botni esladingizmi? Albatta esladingiz. Agar shu botda 1000 taga kanalimiz 1000 ta obunachiga bosib kommentariy yozib qoldirasizlar. Har bir video 10 ta sarava olamiz, ya'ni randomizer qilamiz. 10 ta odamni shu random qilganimizda randomda chiqib tursa, shu odam shunga shu narsani tushirib beramiz. Sizlarga qiziq qanday keys ochamiz. Ungacha obunachilarni obuna bo'lib qo'yamiz va obunachilarni yig'amiz. Xohlasangiz do'stingizni, xohlasangiz akangizni, xohlasangiz ukangizni, qarindoshingizni, boy odamni telefonni olib obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariy yozib qoldiringlar. Eng muhimi, biza keys aylantirib shu odamga chiqarib beramiz akkauntiga. Hammaga qiziq. Bir oy ichida agar 1000 ta obunachiga ega bo'lsak, 10 ta odam tanlab olib va ularga Instagram orqali yoki Telegram orqali aloqaga chiqamiz. Yaxshisi Instagramga yozib qo'yinglar. Yana bir bor ko'rsatib qo'yaman. Zakirjanov F deb yozsanglar chiqadi va obuna bo'lib qo'yinglar. 1000 ta obunachi qilishimiz kerak. Bir oy ichida, ya'ni 12-yanvardan 12-fevralgacha. Biza soatini keyin hozir o'ylab ko'ramiz. 7:20larda biza random qilamiz. Zapis ekran turadi, hammasi bez montaj bo'ladi. Odamlarni aldamaslik uchun men 10 ta odamga tushgan skin yoki nakleykani chiqarib beraman akkauntiga. Prosta obuna, kommentariy yozgan uchun. Birinchi biza tekshiramiz. Shartlari: Instagramga obuna bo'ladi, meni akkauntimga, YouTube'imga o'tib, YouTube'imga obuna bo'ladi va Telegram'imga ham obuna bo'lish kerak. Shu shart. Bir oy ichida. Hammaga video yoqqan bo'lsa, yana iltimos qilib qolaman. Bitta obuna Instagram, Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga omad.